Yo, men bari tushunmayapman-da. 30 ming kvadrat. Har bitta kvadratini 10 dollardan bering. 20, 30, 40 ga qo'ying mayli. Sharoitlar ashi zo'r ekan endi. Konditsionerlar 10 dollardan bo'lgan taqdirda ham oyiga 300 ming dollar bo'lyapti. Sizga nima zaril bosh qotirib, narida domingiz bor, narida boshqa bizneslaringiz bor. Shuni berib yuboring. Oyiga 300 ming dollar zo'r-ku. 1 yil oldin eslasangiz, mana shu yerda qurilish ketayotganda ijaraga odam kerak, желательно institut bo'lsin deb pod institut qilganmiz-da binoni. Lekin institut ko'pchilik keldi. Hozirgi частный institutlarning ikkita yo'li bor ekan. Yo, sifatli ta'lim tanlayotgan bino uncha emas bo'lar ekan yoki zo'r binoni tanlasa, zo'r bino zo'r ijaraga bo'ladi. Misol, meni binoim o'zi aytganingizdek, oyiga 300 minglik примерно arenda olib kelish kerak. Ham zo'r ta'lim berib, ham ijarani to'lashga, bozor fazolat qilmayapti. Hozir bizda o'shaning uchun institut ochish ideyasi qayerdan keldi? Bino o'zimizdaniki. 2-3 yil faqat ta'lim haqida o'ylaylik, sifatli ta'lim beraylik, bino ijarasi keyinchalik nimadir bo'lar deb institut boshladik. Zo'r prorektorlar, zo'r rektorlarni olib kelganmiz. Ularni taklifi bilan mana shu ideya tug'ildi. Bu biznesga faqat men qurilishlariga, mana bu shart-sharoitlariga qarab beryapman, lekin ta'lim taraflama men javob bermayman bu narsaga. Men javob beraman, men yurg'izmayman bu ishni. Yurg'izadigan o'zining mutaxassislari bor. Ular bilan ham hozir gaplashasiz o'zingiz. Baribir men ham tushunmayapti-da. Baribir siz biznesmensiz. Ha, biznes. Ta'lim sohasini rivojlantirayotganingizga besh ketyapman ekan. To'g'risi, mana qarang, hozir qancha vaqtgacha siz mana 0 deymizmi? Hozir o'zi bungacha ishlab kelgan universitet xarid qilganmiz, UMFT deb. Kelajak texnologiyalar universitetini sotib olganmiz. 1700 ta talabasi bor. Lekin bu bino o'zini o'zi sal-pal bo'lsa ham oqlash uchun, ustozlarning oyligi oqlanish uchun 7000 ta talaba kerak. Hali uncha talaba yo'q. 7000 da ham nima deydi? Foyda yo'q, foyda bo'lmaydi. Qachon foyda bo'ladi? Bizlarning prognoz bo'yicha 7000 ta hozir bo'lish uchun birinchi kursga 2-3 mingta olaman. Keyingi kursda 2-3 mingta, 3-4 yilda har kursimda 3-4 mingdan talaba yig'ilganda, o'shanda o'zini o'zi oqlashni boshlaydi. 3 yilmi? 3-4 yilda. Qaranglar, 3-4 yilda necha pul yo'qotadilar? Oyiga 300 ming bo'lsa, yiliga 3 million 600 ming dollar, 10 million dollar yo'qotishga tayyormisiz? Endi baba shu etaplardan o'tish kerak ekan Lyuboy universitet. Ha, shunaqa bo'lar ekan. Yoki, mundoroq ko'rinishda, kichkinaroq binoda, xunukroq binoda, lokatsiyasi yomonroq joyda boshlab turib, sekin-sekin o'sib kelsa bo'ladi. Yoki bittadan statusni qilib, bizning уровеньga to'g'ri keladigan qilib boshlashni tanladik biz mana. Ketsa ketdi, zato universitetda obro'si mana biz bino taraflama qildik, ta'lim taraflama endi keyingi yildan o'qishga kirganlar, tanishlar o'qiganlar keyin baho berishadi, ta'lim taraflama ham pullar ayamay mehr bilan qilamiz hammasini. Siz o'qishingizni bitirib chiqqandan keyin qatlarda ishlash mumkin. Chet ellarda o'tadimi deb? Ha, o'zi xalqaro universitetlar bilan shartnomalarimiz bor. Misol, Koreyaga borib o'qiyman desa, Turkiyaga borib o'qiyman desa, 1 yil o'qib kelsa bo'ladi, 2 yil o'qib kelsa bo'ladi, двойной diplom oladi. Shuncha maqtadingiz endi. Bitta sharoitlarni bitta ko'rsating. Shuncha katta joy bo'lganga yarasha sport zallaringiz kichkina emasmi? Yo'q. Futbolni polasi ham bor, basketboli ham bor, отдельный fitness klublari bor. Tepada xudo xolisa padel tennislarni rejalashtiryapmiz. Shahar markazida. Shahar Yakkasaroy tumani, Kichik Halqa yo'lda yuzida joylashgan. Men baribir pulga taqiyman. Mana koridor o'zi ham falon pulda arendaga bersa. Ha, bu bino ko'rinishida qurib yorsa-da, lishniy 3-4 ming kvadratdan kechilgan, lekin mana bunaqa baho bo'lib, havo aylanib turib, kirib kelganda wow effekt bo'ladigan narsa qilganmiz. Ketdi oshxonani bitta ko'rsating. Hey, nechta odam ketadi bu yerga? 500 ga yaqin bittada o'tirganda 500 ta talaba ketadi bu yoqqa. Format qanaqa bo'ladi oshxonani? Bistro bo'ladi. Mana bu yerda razdachamiz bo'ladi. Hamzadagi bistroyimizga o'xshab 100 xil ovqatlar chiqarib, kompot, kisel, mana bu yerda barlar bo'ladi, bu yerda freshlar bo'ladi. Patnis ko'tarib, boshidan oxirigacha yurib kelsa, bu yerda kassasi bo'ladi. To'lovini qilib, choy poyini olib, o'tirib, samoobslužивание, уборкада runnerlar bo'ladi. Narx qanaqa bo'ladi? Narxi hamyon bo'ladi. Hozir studentlar uchun alohida kartalar, cashbacklar, skidkalar o'ylaymiz. Ha, beriladi ular. Demak, ko'chadagilar ham kelib ovqatlanadi. Bu yerda ko'chadagilar ham bemalol kelib ovqatlana oladi. Xo'p, naryoqda yana qo'shni xonasi bor ekan. Keyingi zalimiz bor u yoqda. O'shalar bilan hammasini qo'shganda 500 ga yaqin shunalar bilan bo'ladi. Mana bunaqa zamonaviy ko'rinishda qilyapmiz hammasini. Buni ham o'zingiz yurg'izasizmi yo yurg'izishga kimgadir arenda? O'zi Hamzadagi bistro otakasi o'tdi o'zimizning xodimlar yurg'izishyapti. Hozir u yoni ikkinchi filial qilib bu yerda ochamiz. Uni o'zi Chilonzorda ham ikkinchi filiali bor. Bir oy metroda ham bitta ochib ko'rdik, keyin bo'lmadi. Keyin bu yoqda hozir uchinchisi bo'ladi bu.
Ovqatlarni bu yerda tayyorlashadimi yo tayyorlab Yo'q, olib shu yerda, kelishadimi? shu yerda kuxnyalar ham Hammasi shu yerda. Catering xizmati bo'lmaydi. Yo'q, shu yerda. Demak, narigi filialingizdagi ovqatlarga yana ham oson bo'lar ekanda. Hozir o'zi bu yerda kuxnyani katta qilganmiz. U yoqdagi kuxnyalarimizni qaysidir ovqatlarni chiqarib bu yerdan tayyorlaydigan qilamiz. Olib boriladi. U yoqqa olib boriladi. Cateringcha bo'lar ekan. Ha, bu yerda kuxnya sharoit katta bo'lgani uchun, zamonaviy qilganimiz uchun, naborot, desertlar, mana shu narsalarni shu yerda qilish reja qildik. Amerikanskiy kinolarda ko'rganmiz-ku. Oshxonada urishib ketadi-yu, ovqatini olib qo'yadi. Nima qulayligi bor endi bu yerda? Nima uchun bu oshxonani bu formatda qurgan? Endi bistro formatda tanlangani o'zi ko'chada fast food ko'payyapti. Dastavka qilib ham boshqa qilib bemalol fast food yeyman desa, bemalol uyda, bu har doim issiq ovqat, домашний kuxnya aslida. O'zbek milliy taomlari ham bor, borshlari ham bo'ladi, mana shu narsalar bo'ladi. Yana plusi, misol, nimaga kafe ko'rinishda ofitsiantlar bilan emas. Ofitsiant bor joyda men bemalol men student degani kelib, men bitta ovqatni yegandan keyin 3 soat darsni qilib o'tirgisi kelib qolar balkim-da. Ofitsiant bo'lsa, bu narsa kerakmi? Mana kelaveradi, jon ketadi. Bu samabsluga o'zi olib keladi ovqatini, yig'ishtirib ketadigan odamlar bo'ladi. Bu yerda 3 soat o'tiradimi, 5 soat, ertatmi, kechgacha o'tirmaydi. Bu o'zini xohishi. Ha, o'zini o'qish joyi. O'zini o'qish joyi. Mana hozir endi mebellarni hali oxirigacha yetkazmagan, mягкий mebellar bo'ladi, graylarni. Ko'p o'tirib qolaman yoki masjidda kursdoshim bilan домашний uy ishini qilaman desa, bu sharoitlar bo'ladi hammasi. Notebooklarni ochib olib, ha? Первый, второй ovqatlar bemalol bo'ladi. Politexda o'qiganman-da. Bizda bunaqa zinalar bo'lmasdi. Peshkom chiqardik 6-qavatga. Lift bor edi, lekin ko'pchilik bo'lgani uchun sig'masdi. Har etajda chiqish tushish eskalatorlari bor. Ikkita грузовой liftimiz bor, 2 tonnali. 100 tonnali hokus bolalar bo'lsa ham 20 tasi bitta tushib chiqaveradi. Agar bu joy universitet bo'lishini bilganingizda patologlarni mana shunaqa baland qilarmidingiz? Yo'q, bunchalik baland qilmasdi. Juda baland bo'ldi. Har bitta qavatda. Birinchi etaji 6,5 metrda. Ikkinchilarichi 2, 3. U kamroq, u 4,5 metrda. Baland. Baland, no. Xo'p, ikkinchi qavatda nimalar bor? Endi bu auditoriyalar, hamma auditoriyalarimiz mana shu ikkinchi etajdan boshlangan 5-qavatgacha. 5-qavat ko'proq endi sport zallarimiz, fitness klublarimiz shu yerda. Bitta vaqtda o'zi nechta o'quvchi o'qiy oladi bitta paytda? 12 mingta universitetda bo'la oladi, ikkita smenda bo'ladi-da u. 6 mingta bitta smenda bo'ladi. Bitta smenda 6 mingta, bitta vaqt o'zida. Birinchi ekan auditoriyalarni o'zini ham ko'rsatamiz endi. Hali sentyabrgacha ancha ishlar qilishimiz kerak. Ham devorlarimiz quruq oq bo'lib turibdi. Atak bu yoqga rasmlar, har xil narsalar rejalashtirganmiz. Keyin auditoriyalarni, ya'ni men eshikni ikkita tomoni oyna ekan, ichi ko'rinib turar ekan doimiy ravishda. Mana bu zalimi? Sud zali. Endi biz yuridическийga ham harakat qilyapmiz. Litsenziyalarni olsa, yuridический ham o'rgatamiz. Shuning uchun ular praktikani o'tish uchun mana shunaqa yuridический fakultet ochish uchun mana shunaqa sud zalini yaratish kerak ekan. U yerda sudya o'tiradi, advokatlar bo'ladi. Mana uslovni anaqa обвиняемый ham bo'ladi. Mana shunaqa sharoit qilib qo'yganmiz. Mana bu yoqda anaqalar bo'ladi. Присяжный. Присяжный emas, anaqa bo'ladi. Kelgan guvohlar, nima deydi buni? Ko'pchilik ishtirokchilarni. Bu mana IT yo'nalishimizda ham bor universitetda, shu yerda shular uchun alohida auditoriyalar, kompyuterlar, elektron kutubxonadan foydalanaman desa ham mana shundan foydalanishadi. Va alohida gamerskiy xona qilyapman. Mo'shni kompyuterlar, игровой endi kibersport qilamiz desa, xudo xolisa Vatan universiteti jamoasi qilib, alohida eng zo'rlardan zo'rini yig'ib, har xil sirnovaniyaga qatnashamiz. Chempionatlar qilib. Masalan, nima o'yin? KSmi? CS:GO hozir populyarniy, Dota populyarniy. Endi qaysi biriga talab bo'lsa, shuni qilamiz. Endi talabalar o'ynayman desa-da. Bizning paytimizda 1.6 Counter Strike deylardi. Hozir uje KSmi nomi yangichasi? CS:GOmi? Shunaqa? CS:GO. Lift kattagina ekan-ku. Lift скоростнойmi? Yo'q, unaqa katta skorost emas, chunki 6 etaj bo'lgani uchun unaqa katta skorost shart emas bu yerda. Buni vesi katta 2 tonnali bo'lsa bo'ldi-da bizning. Ikkita parallelni borib kelar ekanda. Talashib qolmas ekan. Bu hozir eng tepa qavati, to'g'rimi? Buni tomi ham terrasa, letniy terrasamiz, tomimizda. Ha, o'sha yoqqa chiqamiz. Lekin qarang, oxirgi qavatda ham patologi baland ekan-a? Ha. Mana binoning ichida ko'chada yurgandek qilib, tabiiy освещениyalarda yuriladi-da. Har etajga tushib turadi mana shu yorug'lik. Endi biz eng tepada bo'lgani uchun ko'proq sezyapmiz bu narsani. Lekin shu minus tarafi ko'proq konditsionerga pul ketadi-da energiya. Ha. Uni sovutish qiyinroq bo'ladi. Mana hozir ko'cha yoz, mana issig'i bar uradi. Zato qishda ekonom bo'ladi. Quyosh tushadi, iliqroq bo'ladi. Bu tom qismi bu yerda nima qilasiz? Bu yerda terrasa qilamiz, letniy kinoteatr mo'ljallayapmiz. Ana
pufiklar bor-ku, yastovchilar katta-katta shunaqalarda qo'yib, endi bu yerda qisman yopamiz. Padel tennisni ham mana shu tomga. Mana shu o'zida. Mana shu. Endi bu bitta qismida turibmiz, u yoq qismi ham xuddi shuncha joy. Domdegilarga xalaqit bermaydimi? Yo'q, endi bu yerda janu diskoteka bo'lmaydi bu yerda. Adashmasam, mana bu domni o'zingiz O'z biz o'z qurgansiz. Ha. Yakasaro Simon loyihasi. Lekin chiroyli joyda ekan, bor-ku. Kelib ketishda muammo bo'lmaydi-ku? Yo'q, mana Transport, metro bor. Metro prям og'zida yo'q, uni bor yaqin atrofda. eng yaqini Chilonzor. Parkovkadanchi? Parkovka, podzemniy parkovkamgacha bor. Yetadi. Ha. O'zi bu bino eng zo'r institutga tushadi deganim sababi, institutda talabalar ko'pida baribir xususiy mashina bo'lmaydi. Hozirgi zamonaviy talabalar bo'yicha targoviy sentr ko'rinishida bu bino nega yurmaydi desa, parkovkasi yetmasdi. Oddiy qilib aytsak, parkovkasi emas, shuning uchun yo klinika, yo anaqa deydi, universitet. Eng zo'r universitet edi. Shu universitetga beramiz deb biroz harakat qilib, o'tga o'zimiz institut ochdik. Shahar markazida bunaqa katta sportivniy maydon. Buni ham pulga berib olish kerak-da arendaga. Yo'q, endi talabalarda sport anaqa bo'lib turadi-yu. Katta joy ekan. Futbol, basketbol, voleybol, tepada aytganimdek tennis. Gap yo'q lekin. Ha, bittada tasha olasizmi? $100 beraman. Bittada faqat. Bo'lmadi. Aytdim. Men tushursam $100 berasizmi? Mayli. Ketdimi? Uchachkoli anaqa ketdi. Ozgina qoldi. $25 bo'lib qoldi. Hojimurod joy ham juda ham katta ekan. Sport zal uchun shahar markazida bunaqa joy menimcha ko'plik qiladi. Agar hatto shuni yarmini sport zal qilsangiz ham xalq norozi bo'lmasdi. Qolganini arendaga berib yuborsangiz ham bir kamida bir 10-15 ming dollar borda. Yo'q, anaqa galishka uchun qilmayapmiz. Davlat talab bor sport zal qilish kerak, lekin bunaqa ko'rinishda, bunaqa razmerda degan joyi yo'q, lekin biz bir pog'ona bozorimda hamma bir pog'ona hammasidan zo'r bo'ladigan, bu yerda ham xuddi shunaqa niyatlar bilan boshladik. Mana shu kelgan o'quvchilar misol 12 gacha darsi bor, 12 dan keyin ham mana shu yerda qolish qiziq narsalar yaratyapmiz. Mana hali sentyabrgacha vaqtim bor, qiladigan ishlarim bu yerda bor. O'sha boya aytgan Yermevskiy klublarim ham, studiyalar, звукозаписывающий, ularni padel tennislarim, kinoteatrlarimni sentyabr o'quv yili boshlanguncha o'sha hammasini bitkazamiz, xudo xolisa. Qo'ldan kelgancha chiroyli, manfaatli narsa qilyapmiz. Qancha foyda bo'ladi desa, qancha qadriyat bersa, shuncha foyda bo'ladi. Biz shuncha udobstvo beryapmiz, qancha studentlarga foydali qilib bersak, xudo xolisa bizda ham shunaqa foyda bo'lar. Gap yo'q. Hattoki konditsionerlar ham bor ekan. Yaxshilab e'tibor beringlar. Chiller deydimi buni? Ha, chiller sistemi butun universitet bo'yicha hech qayerdan отдельный konditsioner emas, hammasi bitta sistemada ishlaydi. O'zi 4 ta oyna ochib qo'ysa bo'ldi deydi. Shamol aylanib turadi deb. Shuni ham qilmagansizda, konditsioner qilib yuborib qolibsiz. Hojimurod $100 berasizmi? Bittada tushiring, boshqa shans bo'lmaydi. Bo'l. Вообще zo'r ekan. Bo'l. 3 ochkoli emas-da bu, 5 ochkoli. Yetib bormadi. Tushirganmiz biron marta. Ko'chaga qarab turgan oyna, bu o'z xonangiz shekilli. Yo'q, tasavvur qiling, 20 yoshli talabasiz aka. Ha. Mana shu yerda bir 12 ta begovoy doroshkada o'sha qarab yuguryapsiz. Qo'y, begovoy daroshka qilaman demay, вообще chiroyli joy. Begovoy daroshka, fitness klub, mana yerda jim loja, bu press, hammasi bo'ladi. Podolga qilib qo'ysangiz bo'ladi-ku. Yo'q, mana shu yerda sport zali yonida, razdevalkalar ham chunki shu yerda, dushlari shu yerda. Voy, uvalda bor, shahar markazida. Bu alohida pul uchun nimadir abonement bo'lmaydi. Mana shu yerda o'qiyotgan talabalar любой payt kelib, tekinga, bepulga shug'ullanib ketadi. Voy, mazza qo'yib Aytgan sentyabrgacha mana shularni ham bitkazamiz. Gap yo'q. Ismoil aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Savolim shundan iboratki, Vatan degan namingga nimaga o'zgardi? Eski nomidan hozirgi Vatan universitet bo'libdi. Nega bunga o'zgartirdinglar? Otabek, avvalo savol uchun katta rahmat. Darhaqiqat bu universitet 2022-yil tashkil etilgan. Dastlabki yillarda bu universitet University of Management and Future Technologies nomi bilan faoliyat olib borib kelgan. Yaqinda mana 1 oy bo'ldi, universitetimizning nomini biz qaytadan rebranding qildik va Vatan nomiga o'zgartirdik. Sababi bugungi kunda mamlakatimizda mana shu olib borilayotgan islohotlar,
yoshlarni o'sha vatanimiz tarixini o'rganishga va vatanimizdagi buyuk yetishib chiqqan olimlarni, ulamolarni, fozillarni orqasidan ergashtirish maqsadida shu universitetimiz nomini Vatan qo'ydikki, eng asosiy maqsadimiz yoshlarimiz shu vatanimizga bo'lgan milliy g'ururni his qilsin degan maqsadda shu universitetni nomini Vatan deb nomladik. Baribir ko'p obunachilarimiz sizni tanimaydi. Men ham hattoki hozir orqa-o'rotdan eshitdim. Aynan shu sohada ancha yillardan beri ishlab kelgan ekansiz, tajribangiz bor ekan. Qaysidir universitetda eshitdim 25 mingta talabangiz bo'lgan ekan, qaysi birida hozir 10 mingta talaba bo'lgan ekan. Bir faoliyatingiz to'g'risida qisqacha aytib bering. Davlat universitetlarida ham ishlagan ekansiz. Albatta. Haqiqatda Otabek aka oliy ta'lim sohasidagi agar faoliyatim bilan qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsam, darhaqiqat shu 2001-yildan boshlab bevosita mana shu yoshlar siyosati bilan bog'liq bo'lgan oliy ta'limdagi turli sohalarda faoliyat olib borib kelyapman. O'zim O'zbekiston Milliy universitetini tugatganman. Mana shu o'qib yurgan davrimizdan boshlab talabalar jamoat tashkilotlari bo'lardi. Mana shu jamoat tashkilotlarida bugungi kunda respublikamizni ko'zi ko'ringan mana shu yuqori lavozimlarda faoliyat olib borayotgan ustozlardan tahsil olganmiz. Bugungi kunda biz tahsil olgan, ta'lim olgan ustozlar bugungi kunda mana shu hukumat, davlat boshqaruvida faoliyat olib boryapti. Va universitetni tamomlashimiz bilan Milliy universitetda eng yosh dekan muavini sifatida adashmasam tayinlanganman. Magistraturani tugatishim bilan qisqa kunlarda ichida universitetda dekan muavini sifatida faoliyat olib bordim. Undan so'ng Chirchiq davlat pedagogika universiteti 2017-yilda tashkil etildi va 2021-yilda davlatimiz rahbari tomonidan shu universitetda Toshkent viloyati turizm resurslariga, turizm salohiyatiga boy bo'lganligi sababli turizm fakultetini tashkil etish bo'yicha alohida qarorlar chiqdi. Mana shu topshiriqqa asosan Chirchiq davlat pedagogika universitetida turizm fakultetini tashkil qildik. Shu fakultetni tashkil etishda o'quv me'yoriy hujjatlarini yig'ishda va shu bilan birgalikda fakultetga talabalarni jalb qilishda, o'quv jarayonlarini tashkil etishda, shu bilan birgalikda fakultetni moddiy texnik bazasini yaxshilashda shu universitet rahbariyati bilan birgalikda qator yaxshi ishlar amalga oshirildi. Hattoki bu davrda qisqa muddat ichida universitetda bir kichikroq mehmonxona ham qurishga erishdik va qisqa muddat ichida juda ham yaxshi loyihalar amalga oshirildi va yuqorida aytib o'tganimdek xususiy universitetlar mamlakatimizda tashkil etilish boshlangandan keyin bugungi kunda respublikamizda eng ko'zga ko'ringan nodavlat oliy ta'lim muassasalaridan biri bu Alfraganus universitetida o'z faoliyatimni boshladim. Dastlab fakultet dekani sifatida, keyin prorektor sifatida, ma'lum bir paytdan keyin universitetda mana shu rektor sifatida o'z faoliyatimni davom ettirdim. Bu ham men uchun juda ham bir katta tajriba maskaniga aylandi. Bugungi kunda bu universitetda 25 mingga yaqin talabalar tahsil olmoqda. Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalarida ichida eng ko'zga ko'ringan, eng nufuzli universitetlardan biri hisoblanadi. Va shu bilan birgalikda shu oraliqda men Toshkent Perfect universiteti nomi bilan bugungi kunda tanilgan nodavlat oliy ta'lim muassasasida ham qisqa muddatda rektor bo'lib o'z faoliyatimni davom ettirdim. Bugungi kunda bu universitetda ham 10 mingdan ortiq talabalar tahsil olmoqda. Aytmoqchimanki, oliy ta'lim sohasida qadam mana salkam 30 yilga yaqin davr mobaynida bevosita shu mamlakatimiz rahbariyati tomonidan amalga oshirilayotgan yoshlar siyosati bilan bog'liq bo'lgan barcha jabhalarda qaysidir ma'noda tajribalarni orttirib, o'zimizni qo'ldan kelgancha hissamizni qo'shib boryapmiz. Baraka toping. Xalqaro tashkilotlar bilan aloqalar qanaqa? Vatan universiteti bo'lib, vatanda qolib ketib qolmaydimi? Juda ham o'rinli savol berdi Otabek aka. Bu masalada ko'p yillik tajribalarimiz bor. Mana shu Vatan universitetida faoliyatimiz boshlagandan beri bugungi kunda salkam 50 ga yaqin xorijdagi eng ko'zga ko'ringan nufuzli universitetlar bilan biz o'zaro kelishuvlar, anglashuvlar va memorandumlarni imzoladik va albatta bu universitetda tahsil olayotgan talaba xorijdagi ko'zga ko'ringan nufuzli universitetlarda albatta qisqa muddatli va uzoq muddatli dasturlarda tahsil olishlari mumkin bo'ladi. Olaylik, agar kimnidir imkoniyatlari bo'ladigan bo'lsa, imkoniyatdan kelib chiqqan holatda biz Turkiyada, Yaponiyada, Xitoyda, Qozog'istonda, Malayziya va qator bir qancha rivojlangan davlatlardagi nufuzli universitetlarda 15 kunlik qisqa muddatli biz kurslarni talabalarga tashkil qilib beramiz. Vatan universitetida tahsil olayotgan talabalar qisqa muddatda 15 kun yoki 20 kun
Turkiya, yuqorida sanab o'tgan davlatlarda talabalar turar joyi, ovqatlanishi, ta'lim olishi va shu bilan birgalikda turli madaniy tadbirlarda ishtirok etishi, mana shu joylarda ko'zga ko'ringan turistik maskanlarga tashrifi to'liq bepul bo'ladi. To'liq bepul bo'ladi. Bu xarajatlar hammasi mana shu biz memorandum imzolagan universitetlar hisobidan qoplanadi. Faqat xarajat nimada? Xarajat ota-onalar tomonidan o'sha havo yo'llari orqali borib keladigan transport xarajatlarini qoplab berishi o'zi yetarli. Qolgan barcha xarajatlar kelishuv asosida amalga oshiriladi. Shu bilan birgalikda universitetimizda bugungi kunda Janubiy Koreyaning Far East degan mana shu universiteti bor. Shu universitet bilan 2+2 qo'shma dastur tashkil etilgan. Universitet talabalari 2 yil mana shu o'zimizda vatan universitetida tahsil olsa, keyingi 3-4-yilda 2 yil davomida Janubiy Koreyaning Far East universitetida tahsil olishlari mumkin bo'ladi. Davlat universiteti bilan nodavlat universitetining farqi nima degan savol tug'iladi xalqimizda. Bittagina farq bor. Bu farq moliyalashtirishda. Davlat oliy ta'lim muassasalarini ko'p yillar davomida davlat o'zi moliyalashtirgan va binolarini, inshootlarini, moddiy texnik bazalarini, kutubxonalarini va boshqa jihatlarini hatto oylik maoshigacha davlat o'zini yonidan qoplab keldi. Endi xususiy tadbirkorlar tomonidan mana shu yuqorida aytib o'tganimizdek 2018-yildan boshlab nodavlat oliy ta'lim muassasalari tashkil etilgan bo'lsa, mana xuddi siz bilan biz o'tirgan bino kabi, inshoot kabi tadbirkorlar tomonidan imoratlar, inshootlar qurildi, kutubxonalar, elektron mana shu bazalar, raqamlashtirilgan tizimlar yaratildi. Mana shuni moliyalashtirish, homiylik qilish albatta tadbirkorlar tomonidan amalga oshirilganligi uchun bu yerda moliyalashtirishda farq bor xolos. Ta'lim standarti bo'yicha O'zbekistonda mana shu belgilab berilgan oliy ta'limdagi o'quv standartlari bo'yicha, o'quv rejalari bo'yicha, syllabuslar bo'yicha davlat oliy ta'lim muassasalarida ham, nodavlat oliy ta'lim muassasalarida ham hech qanday farq yo'q. Bu degani albatta xususiy universitetlarda diplomi ham davlat universitetlari qatori bir xilda respublikamizda barcha tashkilot, korxona muassasalarida va barcha hududlarda amal qiladi. Nima yo'nalishlar bor? Otabek aka, bugungi kunda mana shu zamon talablariga to'liq javob beradigan, bugungi kunda yoshlarimiz qiziqishi ortib borayotgan, kelajakda mana shu kasbni egallasam ko'proq daromad olaman degan maqsadda o'qiydigan universitetimizda yo'nalishlar mavjud. Bu asosan mana shu IT sohalariga qaratilgan. Olaylik, sun'iy intellekt, dasturiy injiniring, axborot xavfsizligi, kompyuter injiniringi kabi yo'nalishlar IT sohasida va shu bilan birgalikda bugungi kunda mamlakatimizda o'sha eng ommabop yo'nalishlardan biri bu iqtisodiyot, menejment va mana bugungi kunda butun dunyoda tez rivojlanib borayotgan logistika, xorijiy filologiya yo'nalishi, ingliz tili yo'nalishi, pedagogika, psixologiya yo'nalishlari va shu bilan birgalikda universitetimizda bugungi kunda iqtisodiyot va raqamli texnologiyalar bo'yicha 3 ta magistratura mutaxassisligi bo'yicha kadrlar tayyorlanadi. Aka, endi yana bitta takoy qo'pol savolroq beraman. Xafa bo'lmaysiz? Albatta. Universitetlar, xususiy universitetlar ko'paygandan keyin tabiiyki hamma xususiyda o'qigisi keladi, chunki oson kirish. Pulini berib o'qiveradimi liboy odam? Vatan universitetiga qabul jarayonlarini tashkil etishda faqat maqsad pul topish emas. Haqiqatda ilmli va bilimli bolalarni saralab terib olish. Qanday qilib? Universitetimizda har haftaning so'ngida kirish imtihonlari o'tkaziladi. 2 ta fandan, asosiy mutaxassislik fanlaridan kirish imtihonlari o'tkaziladi va belgilangan ballarni to'plagangina talaba universitetga talaba sifatida qabul qilinadi. Hamma ham kiravermaydi. Hamma ham kiravermaydi. Yoki bo'lmasam, davlat universitetlarida ham joriy etilgan hozirgi tizim bor, super kontrakt. Agar talaba biz belgilagan balni to'play olmaydigan bo'lsa, agar u super kontrakt asosida tahsil olishi mumkin bo'ladi. Bu uchun albatta yaratilgan sharoit, imkoniyat. Bitta narsani hisobga olishimiz kerak. Masalan, olaylik, IT sohasida qaysidir kompaniyada ishlayotgan juda ham bir tajribali bo'lgan yosh kadr bor. Bu bir nechta loyihalarda, bir nechta programmalarda, dasturlarda bugungi kunda ishlab chiqib, sotgan yosh bitiruvchi. Lekin uni matematika yoki fizikada nazariy bilimlari yetarli bo'lmasligi mumkin va biz belgilagan balni to'play olmasligi mumkin. Endi savol, masala shundaki, biz qo'ygan balni to'plab o'qishga kirgan talaba muhimmi, yosh muhimmi, yoki bo'lmasam bugungi kunda katta amaliy tajribaga ega bo'lgan, bir nechta loyihalarni amalga oshirib sotayotgan
yosh muhimmi, qaysi biri muhim? Mana shuni inobatga olgan holatda biz ikkala me'yorni ham inobatga olgan holatda nazariy bilimga ega bo'lgan yoshlarimizni to'plagan balliga asosan olamiz. Bu yoqda amaliyotda o'tab kelib, bugungi kunda bir nechta loyihalarda amalga oshirayotgan yoshlarimizni mana shu amaliy ko'nikmalarni hisobga olgan holatda biz yoshlarni o'qishga qabul qilamiz. Super kontrakt nechi pul, kontrakt nechi pul bugungi kunda? Olaylik, bugungi kunda bizda belgilangan o'rtacha kontraktimiz miqdori 15 million so'm bo'ladigan bo'lsa, bu bir barobarli kontrakt deb olamiz. Agar super kontrakt 1,5 barobar kontrakt bo'lishi mumkin. Bu degani 7,5 million so'm ustiga qo'shiladigan bo'lsa, demak 22 million 500 ming so'm super kontrakt bo'lishi ehtimoli bor. Bu albatta talabalarni yuqorida siz aytib o'tganingizdek yoshlarimizni saralash va mana shu haqiqatda bu universitetda o'qish niyati bo'ladigan bo'lsa, kelajakda bir yaxshi kadr bo'lib chiqaman desa, niyati jiddiy bo'lgan kadrlarni universitetga saralab olish maqsadida qilingan bir harakat deb hisoblaymiz. Grantlar ham bormi? Bugungi kunda birinchi mana shu kursga qabul qilinayotgan talabalarimizga 100% grantlar joriy etilgan. Bu 100 ga yaqin eng iqtidorli talabalarimizga joriy etiladi. 100% grantlar. Bundan tashqari o'sha 50% grantlar ham tashkil etiladi. Odatda grant yoki nima bu? Cho'nchagingizdan to'laysizmi grantga? Biz universitetimiz Nima zarar men yana aytaman. Men bugungi ko'rsatuvda yomon politseyskiy rolni ijro etyapman-da, как biznes ko'zi bilan qarayapman. Nima zarur grantga olib, unga bir tekinga bir ta'lim berib, nima foydasi bor uni? Bitta narsa, bu universitetda grant berishni haqiqatda nima uchun zarurati bor? Bu tadbirkorlik subyekti bo'ladigan bo'lsa, bu faqat zararu degan bir tushuncha kelishi mumkin bizga. Universitetimiz nomi Vatan universiteti. Bu vatan yillar va asrlar davomida butun dunyo sivilizatsiyasiga eng katta hissa qo'shgan ulamolarni, fuzalolarni, olimlarni yetishtirib chiqqan mamlakat hisoblanadi. Bu mamlakatdan mana shu olimlar qanday qilib chiqqan degan bir savol qo'yiladigan bo'lsa, mana shu vatanda yashagan boylarni hisobidan chiqqan. Odatda Sovet davrida bizga o'qitilgan adabiyotlarda boylarni ko'proq feodal ko'rinishida, bir johil ko'rinishida tasvirlangan. Aslida bizni musulmonchilikda, bizni turkiy xalqlarda mamlakatda ilmni, fanni rivojlantirish uchun xalqi ichidan eng iqtidorli yoshlarni terib olib, boy bo'lgan insonlar o'zini yonidan o'qitishga harakat qilgan. Homiy bo'lgan. Stipendiya mana joriy qilingan. Hozir davlat universitetlarida stipendiya nima? Talabani o'sha bir oylik xarajatlar uchun beriladigan mablag'. Xuddi shunaqa universitetimiz ta'sisi tomonidan ham bir o'ylangan reja shuki, bu hammasi ham daromad keltiruvchi manba sifatida emas talaba. Bu universitetda tahsil olayotgan eng iqtidorli talabalarni kelajakda mana shunaqangi moliyaviy rag'batlantirish orqali, ularga grant o'rinlarini ajratish orqali rag'batlantiriladigan bo'lsa, ular mana shu sarflayotgan mablag'ini boshqa adabiyotlar, boshqa o'zining ehtiyojlari uchun sarflaydigan bo'lsa agar, kelajakda mana shu berilgan imkoniyatlarni bu yoshlarimiz o'zi uchun qabul qiladi va kelajakdagi yosh avlod uchun o'rnak sifatida mana shu byudjetni, mana shu ajratilayotgan mablag'ni kelajagimiz uchun sarflab borishadi. Shu sababli universitetimiz ta'sischilarining asosiy maqsadi bu joydan tezlik bilan va ko'p daromad olish emas. Ilmga, fanga, madaniyatga hissasini qo'shish. Shu maqsadda universitetda 2-kursdan yuqori bo'lgan kurslarga fanlarda yaxshi baholarga o'zlashtirgan talabalarni, ilmiy faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgan, turli tezislar, maqolalar, konferensiyada ishtirok etayotgan yoshlarimizni va universitetda mana shu madaniy ma'rifiy hayoti bor, turli tadbirlar bor. Mana shu tadbirlarda faol bo'lib yurgan yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida 100% grantlar ajratilgan. Mana shu grantlar albatta tanlov va suhbat asosida beriladi. Shu suhbatdan mana shu tanlovlarda o'tgan yoshlarimiz universitetimiz ta'sischilari tomonidan mana shu grantlarni qo'lga kiritish mumkin bo'ladi. Yana bir jihat, bu hozir loyiha mana shu universitetimiz ta'sischilari tomonidan muhokama jarayonida turibdi. Albatta jamiyatimizda o'ksik qalblar juda ham ko'p. Olaylik, favqulodda kutilmaganda
ba'zi bir farzandlarimiz, yoshlarimiz ota onasiz bo'lib qolish ehtimoli ko'proq. Bu albatta Allohning bergan taqdiri bandasiga. Mana shunaqangi holatda chin yetim bo'lib qolgan talabalarni, otasiz, onasiz bo'lib qolgan talabalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ikkinchi kursdan yuqori bo'lgan talabalarga mana shunaqangi grantlarda ajratilishi ham bu albatta kelajakka qaratilayotgan bir alohida e'tibor deb bilamiz. Sababi mana shu jamiyatimizdagi mana shu himoyaga muhtoj, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan qatlamni qo'llab-quvvatlash ham mana shu universitetimiz ta'sislarini bir loyihalaridan bittasi va shu bilan birgalikda jamiyatda kuzatiladigan mana shu birinchi va ikkinchi guruh nogironlari bor. Mana shu birinchi, ikkinchi guruh nogironlarni ham qaysidir ma'noda ularni parvarishi o'ziga yarasha mablag' talab qiladi, ularga alohida e'tibor kerak. Ularda ham mana shu birinchi, ikkinchi guruh nogironlari bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi kursdan boshlab ularga ham mana shu grant ajratishlar rejalashtiriladi va bu muhokama jarayonida turibdi. Albatta o'ylaymanki, bu tasdiqdan o'tadi va mana shu Vatan universitetida tahsil olmoqchi bo'lgan yoshlarimiz albatta mana shu imkoniyatlardan foydalanishi mumkin bo'ladi. Ismoil aka, sizga kattakon rahmat. Yaxshi yetarli ma'lumotlarni oldik. Yaxshi bo'ladi ko'rishaylik. Keyingi yil ham bir intervyu qilamiz, xudo xolisa. Qani, keyingi yil nima natijalarga erishganingizni ham bitta o'rtoqlashasiz. Otabek aka, katta rahmat. Mana shu universitetimizga kelib, mana shu suhbat orqali yoshlarimizga, xalqimizga mana shu ma'lumotlarni o'z yuqorida aytib o'tganingizdek jaydari tilda yetkazib berishga harakat qildik. Bilamizki, mana shu ko'rsatuv butun xalqimizga manfaatli bo'ladi. Sizga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Vatanga xush kelibsiz. Rahmat. Sog' bo'ling.